Bismillah, alhamdulillahi robbil alamin. Bu miskinlarni ovqat taom yeydigan joyi. Miskinlar Makkaga kelib, Allohga tavakkal qilib, cho'tga kelib, yotib, qornini to'g'izib ketsangiz bo'ladi. Qorningiz och qolsa haramga, o'zimizdan gastinisaga borib o'tirmaysizda, shu haramni o'zida mana shu kelsangiz ovqat berishadi. O'netda mana o'chirt bo'ladi. Misol uchun kimdir hadya qilgisi kelsa yoki sadaqa qilgisi kelsa 100.000 darajaga inshaalloh haram hududida har bir narsa ko'paytiriladi. Mana 10 riyal, qancha bo'ladi 100.000 ga 100.000 deb ko'paytirilsa? Ha? 1 million. Men aqlim yetyapti o'zi. 1 million. 1 milliard. 1 milliardmi, 1 millionmi? 1 million. Mana shu pulni 1 millionga ko'paytiraman. Birgina ehson qilib. Nazar qilsam bitta xurmo bersam, bitta xurmo bergan bo'lmaymi? Uni bitta salgam zavodda turgan xurmoni ehson qilgan bo'laman. O'shancha betga kelsanglar, sizni qachonki bu cho'ntagingizdagi pulingiz sizniki bo'ladi. Ehson qilib yuborsangiz, bu cho'ntagingizda turgan sizniki emas. Qiyomatga zaxira qilgan pulingiz o'zingizniki bo'ladi. Bu cho'ntagingizda turgan pul bolalaringizniki. Tushundingizmi? O'zingiz uchun qiyomatga zaxira qiling. Bismillahni to'ya qilib zakaz qilsangiz, mana Mamatga safdor bersangiz, sizni nomingizdan iftorlik bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Alloh sizga barokat beradi. Oluvchi qo'l bo'lishdan ko'ra berguvchi qo'l bo'lgan yaxshi. Alloh berguvchi qo'lni yaxshi ko'radi. Ertaga rizqingiz Allohda, Allohning va'dasi bor. Rizqi meni bo'limda, buncha o'zingni joningni jabborga berib ishlaysan. Qani bir ko'ringchi, agar Alloh uchun kimdir iftorlik qilmoqchi bo'lsa, qilsin. Bor, ana yetib 10 ta kaklet, 10 ta kaklet beradi. 5 ta hot dog desa 5 ta hot dog beradi. Ehson qilguvchilardan bo'laylik. Bismillah.